Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyalarımıza başlayımız. Leksiya resede qacırız, Washington'da sözdeyimiz bugün çizlağa. 2021 yıl 3. ayının 3. günü. Vatandaşlar sözdeydiği leksiyimizin mavzusu Azər Amerika Qoşmuş Ştatları bilen Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti oturusida soda söhbeti başlandığandek durdu. Şunun münasebetlik leksiya. Azər tayyorlagan leksiyalarimni unutup ketdim. Şu mezmunda vatandaşlarga men bugün bir yerde leksiya sözleymen. O leksiyaga koyulgan mavzu mundaq. Dastlabda Wall Kutsi gazetida e'lon qilinibdi. Onundaki güvenmeyi torbetiği berildi 3. günüde. Neme değildi deseniz, avval oylaşıdığan mesele yani, tahminen mezmunu, Uygurların kul emgigige mecburlanışı yoki mecburi emgekki selinişi, avval oylaşıdığan mesele. Bunu Amerika Qoşmuş Ştatları Soda Vekili yoki Amerika Qoşmuş Ştatları hükümeti növbette Uygurlarning kul qilinishi yoki mecburi emgekki selinishini soda söhbetiga bağlap bir taraf qiladigan bo'ldi deydi. Bu haber yani şundaq mazmunda o'xshashli bir gün yani 3. ayının 3. günüde Cungo'nun Doğu torbetida e'lon qilindi mavzu ham shundaq keskin. Belki Doğu torbetida qo'yilgan mavzu keskin bo'ldi. Biz hisoblab ko'raylik, hurmatli vatandosh, Prezident Biden hukumati Aqsaroyga kirgili bugun qancha kun bo'ldi hisobda? 20 kun desak, 20 bir ay desak, bir aydan sal o'tdi degan gap. Yani hesabda 2. ay ahırlaştı. Bir aydan sal ötdi degan gap. Atlarida biz nurg'un sözlerini ve nurg'un sözlüşlerini. Mesela telefon berish 2. ayının 10. günü Prezident Joe Biden'ning Cungo'nun reisi Xi Jinping bilan sözleşkenligi ve şundaqla 10. günü sözleş bulup 21. günü kelgende Cungo'nun diplomati Yang Jiechi, Cungo'nun Tashqi ishlar ministri Wang Yi, Cungo'nun Amerika Qo'shmuş Ştatları turishliq bosh elchisi Sui Tianqiyning arqa-arqada o'tirg'i chiqib, 4 masala bo'yicha yoq deganligi. Masalan, bu yoq deganlikning mazmuni nima? Sizga ayon vatandoshim. Prezident Joe Biden reis Xi Jinping bilan so'zlashgan vaqtda 2. ayning 16. kun o'z og'zi bilan shundaq dediki, men Hong Kong meselesi, Uygur meselesi sözleştim dedi 2. ayının 16. günü. Biz bunu sizlerge yetkizdik. 2. ayının 21. günü kelgende Cungo'nun diplomatları helikadek dedi gap mesele. Bakatım yeni hükümet Prezident Joe Biden hükümeti meseleni Cungo hükümetinin aldığı koydu değil. Konkretliğe taha sizge bizge tolak ayan bolmusumu. Bırak bugünkü mavzuğa dikkat kılın. Cungo Amerika oturusida başlangan soda söhbetiga Uygur meselesi, Uygur'un mecburi emgekki silinishi meselesi bağlanıp yoki tutaş turulup, koşulup, elip berildiğin söhbet. Soda söhbeti bo'ldi Cungo'nun soda söhbeti vatandaşım. Biz sel çekinip fikir kıldığın bolsak 2001 yılı Cungo 12. ayının ahırı Dünya Soda Teşkilatı kirdi. 2002 yılı ihtimal şu yıllarda sabık Prezident Bill Clinton Amerika Devlet Meclisi'de karar ilan kılıp digidek sodada itibar beriş, normal sodada itibar beriş siyasetini Cungo'ga takdim kıldı. Burunqoda kişilik hukukni bu takdim kılışqa qo'shimcha qiladigan ishni qilmadi yoki bekor qildi. Shundan keyin Amerika Davlat Majlisida Cungo komiteti deydigan bir komitet qurilib, kişilik hukuk masalasiga shular mas'ul bo'ladigan bo'ldi hozirgacha. Endilikda şu vaqtga asliga keltirgandek bo'lmasimi, biroq bu qatam Demokratlar Partiyasining siyosati yoki Prezident Joe Bidenning siyosati kishilik hukuk mavzusida
Uygurlarni mecburi emgekki selişni bu qatimki savdo söhbetiga qo'ydigan bo'ldi. Bu endi bir oshkoralik vatandaş. Bu endi bir konkretlik. Biz avvalgi yillardagi 4 yilga garchi qattiq qo'yilgan bo'lsa-mu Uyg'ur masalasi, lekin konkret maydon, konkret ayrim suhbatlarda Uyg'ur masalasi mushunda qo'yildi degan gapni hozirgacha anglamadik. Biroq sobiq davlat ishlar katibi Mike Pompeo bir jangchiga xos. Bir askar bo'lgan kishi ekan o'zima bir jangchiga xos kurash qilish shaklida Uyg'urlar masalasini keyingi 2 yilda xalqaro darajaga ko'tarib, uningdan oshirib o'tdi vatandaş. Endi bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Antony Blinken dastlabdala vazifaga o'ltirgan tasdiqlayak guvohlikda o'tganda men Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Mike Pompeo'ning deganlariga amal qilaman. Yoki o bekitgan ta'biriga amal qilaman, davomlashtiraman dedi. Bugun endi yig'ib aytganda hurmatli vatandoshim, Uyg'urning masalasi Amerika Jungo o'rtasida o'tkazilgan savdo suhbatida avval o'ylashadigan masala. Chunki bu yerda savdo masalasi bevosita emgak masalasiga berib ketildi degan gapda. Savdo masalasi u mahsulot ishlab chiqarish masalasi, mahsulotlarni import, eksport qilish masalasi, bu yerda ishlab chiqarilayotgan mahsulot, manqulot deganlarning hammasi majburiy emgak Uyg'ur qullarining qulla emgigi orqali ishlab chiqarilayotgan mahsulot. Shunlashqa dunyoning boshqa joylarida ham, Amerikaning tashqi siyosatida ham, savdo siyosatida ham majburiy emgak ekan. Avval shunga Uyg'ur degan millatning bu taqdiri mecburi emgakka selinishining bu asoslari, sebeplari Jungo Kompartiyasi nima deysiz? Biz bir anlap bakalım sizin gapingizni deydigan yerga keldimi qanday vatandaş? Siz buni tasavvur qiling. Yana bir nuqtadan aytganda masala savdoga bog'lab tushuntirildi. Savdoga bog'lab turib, savdoga ilib qo'yib turib, Uyg'ur masalasi suhbatlashidi deydigan darajaga ko'tarsangiz, bu oddiy emgak masalasi emas, balki jazo lageri masalasi motori qo'yilishi mumkin. Uyg'urlarga selinayotgan zulm, masalan kamera bilan nazorat qilish, masalan planliq tug'ut cheklash, masalan hozir zulmning, sistemning eng og'ir azobini tortayotgan Uyg'ur ayollari masalasi, mushularning hammasi qo'yiladi. Men shunday ishinaman vatandosh, siz ishining yolg'iz bu majburiy emgak masalasi emas. Mening müşahidi sizga demoqchi bo'lganim, hozirgi hisobda endilardan Oqsaroyga kirgan yangi hukumat bugun Uyg'ur masalasini Jungo'lar o'tkaziladigan savdo suhbatiga birlashtirib qaraydigan bo'ldi. Bu masalani ham shunday keskinlik, shunday og'irlik darajasi bilan Jungo'ning o'zining torbiti, doviy torbiti ham e'lon qildi hurmatli vatandosh.